Assalomu alaykum. Mana dvigatel fitolat degan narsa bilan titan, dioksid titan. Dvigatel fitolat bu smolaga qo'shsa, smolani morozostoyki, ultra optodan himoya qiladigan narsa ekan. Shuni sinab ko'rmoqchiman. Mana bu dioksid titan. Bu dioksid titan aslida oq rang beradi kuchli qiladi. Buni kuchli qilish xususiyati ham bor. Aslida rang beradi oq. Mana bu shu dioksid titan qo'shilgan, ozgina miqdorda qo'shilgan. Mana bu shunaqa rang bo'lgan. Buni endi travertin toshdan. Bu ham travertin mana. Travertin tosh bu. Eksperimentlar qilganman. Mana bu hozir anaqa. Polga qo'yishyapti, pol. Mana shunaqadan pol qilishyapti. Epoksidni pol mana shunaqa bo'ladi. Bu epoksidni emas, bu polifirni. Polifirni bu sassuv bo'lmaydi polga bu. Sasib ketadi, birinchi ishlayotganda qilsa bo'ladi bunda ham, lekin buni bilan ishlash juda qiyin. Shuning uchun undan ko'ra epoksidga yaxshi polga. Ham bu proshni emas, epoksidga o'xshagan. Slabir, lekin bu ham toshga qo'shsangiz tosh bo'lib qotib qoladi bu. Moshni bu ham toshlarga qo'shishga bu mana shpaklovkani o'zi mashina shpaklovkalari mana shu narsadan yasaydi. Mana shpaklovka qilmoqchi edim. Mana hozir bitta narsa aytib qo'yganman. Uni ham boshqa video qilaman. Uni ham ko'rsanglar. Bu narsa shpaklovka egasidan qo'shib oqishini to'xtatadigan narsa bo'ladi.